Bu video qarshingizga chiqdimi? Demakki, ko'rishingiz yoki bilishingiz kerak bo'lgan va oxirigacha eshitishingiz kerak bo'lgan ochilim bo'ladi. O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy ko'rinish uchun WhatsAppdan yozasizlar. Yerga men uchun bitta like, podpiska sizlardan. Bugun kartamga savolim, kutilmagan vaqtda, kutilmagan paytda va kunda sizning hayotingizda nima sodir bo'ladi? Kartamga savolim shu. 3 tadan karta olaman. Ketdik. Так, avvalambor o'rtoqlar, meni kim ko'ryapti bilmayman, chunki bu общий расклад-da, личный расклад emas. Kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Meni variantlar tashlayman, to'g'ri kelganini o'zingizga olasizlar. Хорошо, ketdik. Bu yerda mana bunaqa situatsiya chiqyaptiki, siz birinchi ayolimsiz, ikkinchi ayolimsiz. Chunki bu yerda parachkalarga ko'proq endi qarang, vaziyatingizga qarang, to'g'ri kelsa o'zingizga olasiz, lekin ko'proq o'sha xotinlarga bir yokida o'sha ikkinchi ayollarimizga to'g'ri keladigan ochilimga tortyapti. Kutilmagan paytda oila qurishni taklif etgan insoningiz yokida birga yashashni yokida birga yashab kelayotgan bo'lsangiz yokida nima desam ekan, shu naqa xursandchilikka yaqin kunda sizga umuman boshqacha bir yo'nalishda, umuman boshqa bir inson kutilmaganda taklif beradi. Shu narsani tushuntira oldimmi? Ya'ni kartalar shuni aytayaptiki, mana siz hozirda mana hayotingizdagi bir insonda bot. O'sha inson sizga bu takliflarni ming aytmagan bo'lsa, yana bir boshqa erkak tomonidan sizga xuddi shunaqa taklif bo'lishi chiqyapti. Tushuntira oldimmi? Lekin ko'proq ikkinchi ayollikka bo'lyapti. Birinchi отношениyangiz 50-50 bo'lib turgani chiqyapti, ya'ni pichoqqa ilinar, ilinmas chiqyapti. Erta indin hozirgi bo'layotgan отношениyangiz tugashi chiqyapti. Kartalar shuni aytayapti. Men yana bir marta aytib o'taman, bu общий расклад, kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Hozirgi отношениyangiz 50-50 aytdim, erta indin bitishi chiqyapti. Shu отношениyangiz, shu suhbatingiz bitishi bilan sizda sraz mana bitta eshik yopiladi-yu, ikkinchi eshik 1, 2, 3 demasingizdan turib ochilishini aytayapti kartalarim. Bu safar bilasizmi, juda ham udachniy, juda ham bir qanaqadir chiroyli kartalaringiz chiqdi lekin.